Cengiz. Xayrli tong. Xayrli tong, keling. Men Ezelman. Salom o'g'lim, xush kelibsan. Cengiz bilan keldingmi? U qayerda? Yo'q, shu atrofda ishim bor edi. Kelganda salomlashib ketay dedim. Bir o'zingizga ishlash qiyin bo'lmayaptimi? Oldinlari bir qo'lda ham hamma ishga ulgurardim. Lekin endi qiyin bo'lyapti. Unda birorta shogird yo'llasangiz bo'lar ekan. Bu ishning zahmati og'ir. Bergan oyligimga hech kim menga shogird tushmasa kerak. Kel o'tir o'g'lim, choyimizdan ich. Yo'q, ovora qilmay. Bu chiroyli ekan. Lekin hali bitmabdi. Omer bilan Mertga yasayotgandik. Katta bo'lganida bermoqchi edik. Bular uni jihozlarimi? Hammasi top-toza. Ochig'ini aytsam, ba'zan eshikdan kirib keladigandek tuyuladi. Kiradi, bir og'iz gapirmaydi. Yana stol ustiga o'tamiz. Qarilik dedim-ku. Lekin u tushgan joyini kuydirar ekan. Meni o'g'lim ham kimnidir umriga zomin bo'ldi. Demak, qayerdadir xato qildik. Ezel, men ahvolim yaxshi emas, sherik. Men juda yomonman. Qayerdasan? Ezel, kel meni bu yerdan olib ket. Pastdagilarga qara. Hammasi hasharotga o'xshab jimitdik. Men ham ulardan bittasi edim. Shu darajaga chiqish uchun nimalar qilmadim. Lekin endi ko'zimni pastdan ola olmayapman. Pastga tushishni xohlaysanmi? Xohlamayman. Nega xohlarkanman? Xohlamayman. Lekin tushishim kerak, sherik. Nega? O'sha yerda men xohlagan bir narsa bor. Olib ketdim deb o'ylagan edim. Lekin ola olmabman. Nima ekan? Pastda bitta o'lik odam bor. Sochimdan ushlab qo'yib yormaydi.
tushib qo'lini otishim kerak. O'lib bo'lgan usiz ham. Qo'lini qanday ochasan? Kerak bo'lsa yana bir marta o'ldiraman. Yana bir marta. Yana bir marta. Unda mayli. Sen bilan birga tushamiz. Rozimisan? Bir o'zim sakramayman. Lekin sen bilan sakrayman. Qoyil, sen ham chin do'st ekansan, ha? Tayyormisan? Qani? Nima bo'ldi? Aynib qoldingmi? Pastdagi nima bo'ladi? Kutsin. Vaqtdan ko'proq yana nima bor? Mert? Keyinroq qilsak-chi? Mayli, mayli. Bo'ldi, hayajonlanma. Bir daqiqa shoshma. Qara, pastda tinch qo'yishmayapti. Bizni haligi Mert, nima kerak ekan? juda muhim gapi bor ekan. Boraymi? İşmiş. Seni ishingdan ham, boshqangdan ham o'rgildim. Ablah. Qanaqasiga yoshgina qizni xafa qilasan, ha? Ha, bolaya. O'zim seni og'zi, burningni. Chaqir odamlarni. Biriktasini to'pla. Kimni chaqiray? Yolg'iz qo'lga olinglar. Ana u odam bo'lmagan payt. Yo'q, u ham bo'lsin. Nima qilishadi? Astoydil bilmoqchimisan? Unda aytaman. Onasini Bu to'g'ri bo'larmikan? kim tomondasan sen o'zi? Refik aka, menga shoshilinch bir ikkita odam jo'nating. Bu odam g'irt ablah emasmi? Biz uni tak-tugi bilan yo'q qilmoqchi emasmidik? Shunday. Unda bu ishni chala qoldirmaylik. Shovqin solib hammani qo'rqitmaylik. Og'irroq bo'lib bir urinishdayoq tinchitaylik. To'g'ri aytasan, Tefo. Kerakmas. Kechagi hujjat qayerda? Qaysi hujjat? Kecha seni yo'qligingda bu nusxani yetimxonagacha poylab bordim. Mudirdan hamma bolalarning hujjatini oldim. Qayerda bu? Qayerda edi? Qayerda? Ha, topdingmi? Ber. Avval o'zim bir surishtiray. Seni surishtirishingdan o'rgildim. Nima, men ovsarmanmi? Xat savodim yo'qmikan? Ber.